Assalomu alaykum do'stlar. Cardio Science jamoasida yangi onlayn kurs. Bu onlayn kursimizning nomini Fundamental aritmologiya va EKG deb nomladik. Nima uchun bunday dedik? Sababi bu kursimizning asosiy mohiyati elektrokardiografiyaga bog'langan bo'lsa ham, aynan aritmologiya bo'limiga oid bo'lgan kasalliklar, diagnostika va davolash usullarini ham o'z ichiga qamrab oladi. Bilasizlar, aritmologiya bu EKG bu aritmologiyaning bir qismi hisoblanadi. Ya'ni juda ko'p aritmologik kasalliklar aynan EKGda o'zini o'zgarishlari bilan beradi. Shuning uchun bu kursimizni Fundamental aritmologiya plus EKG deb oldik. Albatta, bu kursimizda EKGni to'liq o'rganib chiqamiz. Hozir esa batafsil aynan ushbu kursimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga, ya'ni Telegramdagi Cardio Science nomi bilan, YouTube'dagi esa Cardio Science ASMI nomi bilan yuritiladigan tarmoqlarimizga a'zo bo'lishni hamda bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Xo'p, ushbu kursimizni maqsadiga dastlab to'xtalib o'tamiz. Fundamental aritmologiya va EKG kursiga bag'ishlangan bu taqdimotimizni asosiy maqsadi aynan fundamental aritmologiya hamda EKG asoslarini mukammal o'rganishga mo'ljallangan hisoblanadi. Ushbu kursimiz orqali quyidagilarni siz o'rgana olasiz. Demak, birinchi, normal hamda patologik EKGlarni oson tahlil qilish usullarini, EKGdagi o'zgarishlarni bemor klinikasi bilan o'zaro chambarchas bog'lashni. Sababi ba'zi EKG o'zgarishlar klinikaga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari EKGdagi xatoliklar bor yoki yo'qligini oson aniqlashni, ya'ni ba'zida hamshiralar tomonidan EKG qo'yishda texnik xatoliklar vujudga keladi. Aynan shu xatoliklar bor yoki yo'qligini oson aniqlashni, aritmiyalar turlari, ularni kelib chiqish mexanizmlarini oson tushunishni, zamonaviy aritmologiya davolash usullarini, ya'ni radiochastotali ablatsiya, krioablatsiya usullari, elektrofiziologik tekshiruvlar va boshqa aritmologik davolash usullari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, bradioaritmiyalarni davolashda ishlatiladigan kardiostimulyatorlar, ularni turlari, ularni ishlash rejimlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Va albatta, har bir aritmiyani aniq EKG belgilari, davolash taktikasini o'rganasiz. Bundan tashqari, bizga juda ham ma'lum va juda ham zarur bo'lgan yurak ishemik kasalliklari va o'tkir miokard infarktidagi EKG tahlillarini hamda birinchi yordam taktikasini o'rganasiz. Juda ko'p onlayn EKG kurslarida asosiy EKG o'zgarishlar haqida ma'lumot beriladigan bo'lsa, bizni kursimizda ulardan farqli ravishda EKGdagi o'zgarishlardan tashqari aynan shu aritmiyani kelib chiqish sabablari, diagnostika hamda davolash usullariga ham batafsil ma'lumotlar berib o'tiladi. Kursimizni davomiyligi haqida gaplashadigan bo'lsak, kursimizni davomiyligi 2,5 oy. Nimaga 2,5 oy deyishingiz mumkin? Odatda EKG kurslar 1,5 oy, 2 oy bo'ladi-ku deyishingiz mumkin. Sababi bizning kursimizda ma'lumot ko'p va bizda davolash usullariga, diagnostika usullariga, hattoki etiopatogeneziga ham to'xtalib o'tiladi. Kursimiz kimlar uchun mo'ljallangan degan savol tug'ilishi mumkin. Tibbiyot institutining 3, 4, 5 va 6 kurs talabalari albatta EKGga qiziqadigan bo'lsa, klinik ordinatorlar, magistr talabalar va EKGga qiziqadigan shifokorlar, ya'ni siz shifokor bo'lib ishlaysiz, balkim gastroenterolog, balki nerpatolog, balki urolog, balki ginekolog bo'lishingiz mumkin. Lekin bilingki, sizni kasallaringiz orasida ham albatta yurak-qon tomir kasalliklariga chalingan bemorlar uchraydi va ularni EKG o'zgarishlarini tahlil qilish siz uchun ham qiziq tuyulishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, aynan boshqa kardiologiyaga aloqador bo'lmagan mutaxassis bo'lsangiz ham albatta EKGni o'rganishni tavsiya qilamiz. Va bundan tashqari mustaqil EKG o'rganishni xohlovchilar uchun bular kimlar? Bular mana bu yuqorida sanab o'tgan kurslarimizdan tashqari tibbiyot texnikumlarini yuqori bosqich talabalari bo'lishi mumkin. Sababi ular ham EKGga qiziqadi va o'rganishni xohlaydi. To'g'ri, tibbiyot instituti talabasi singari mukammal o'rgana olmasligi mumkin, mexanizmlarni tushunishga qiynalishi mumkin.
lekin EKG belgilarini farqlay olishda muhim qismlarni o'rgana oladi bemalol. Shuning uchun ularga ham tavsiya qilishimiz mumkin. Xo'p, EKG kursimizni tarkibida nimalar bo'ladi? Albatta, EKG kursimizning manbalari bular video darsliklar, prezentatsiyalar, har bir dars uchun konspektlar, quyish testlar hamda keyslardan iborat bo'ladi. Keyslar bu vaziyatli masalalar, ya'ni biz uchun zarur bo'lgan EKG qog'ozlar. Jonli EKG qog'ozlar, ya'ni qaysidir bemorni yurtimizda yashaydigan va turli xil klinikalarda davolanayotgan yoki tez tibbiy yordamda birinchi yordam kerak bo'lgan bemorlarni EKG qog'ozlari va ularni klinik belgilari bilan hamkorlikda aynan keyslar qo'llaniladi. Kursimiz jami 34 ta darsdan iborat bo'lib, bu 34 ta darsimizni tarkibida 5 ta nazariy dars bo'ladi. Bu yurak anatomiyasi, fiziologiyasi, elektrofiziologiyasi, harakat potensiallariga bag'ishlangan. Bu aritmologiya va EKGni oson tushunishga yordam beradi. 26 ta darsimiz amaliy dars. Bu amaliy darslarimiz EKGlarni bevosita tahlillari belgilari bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi uchun biz ularni amaliy darslar deb olamiz. Va 4 ta EKG tahlil imtihoni bo'ladi. Bo'limlarga qarab turib, bo'limlardagi mavzularni hajmiga qarab turib biz 4 ta EKG tahlil imtihonini o'tkazamiz va har bir imtihondan yuqori ball olgan talabalarimizga maxsus bonuslar beramiz. Xo'p, endi tematikaga to'xtaladigan bo'lsak, tematikamizni biz 4 ta qismga bo'lib oldik. Bu 4 ta oy degani emas. Faqat ma'lumotlarning ahamiyatligi jihatidan biz 4 ta bo'limga bo'lib oldik. Birinchisi bo'lim bu normal elektrofiziologiya va normal EKG tahliliga bag'ishlangan. Bunda nimalarni o'rganamiz? Demak, yurak anatomiyasi, klapalar anatomiyasi, yurak auskultatsiyasi. Chunki yurakni auskultatsiya qilish orqali aritmiyalarni farqlash mumkin. Yurak o'tkazuv sistemasi, koronar qon aylanish, yurak gistologiyasi haqida gaplashamiz. Yurak fiziologiyasidan pacemaker hujayrada va kardiomiyotsitda harakat potensiali. Yurak fiziologiyasi bo'limidan kardiomiyotsitning qisqarish mexanizmi. Yurakning o'ziga xos fiziologik xususiyatlari. Yurak faoliyatining nerv sistemasi orqali boshqarilishi. Bu 5 ta darsimiz aynan nazariy dars hisoblanadi. Va qolgan darslarimiz, demak bu 3 ta darsimiz normal EKGni o'rganishga bag'ishlangan. Ya'ni EKGni qanday qo'yamiz, qanday tahlil qilamiz, qanday o'rnatamiz, tishchalar, segmentlar, EKG qog'ozdagi chiziqlar haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, bu normal EKG tahliliga bag'ishlangan 3 ta dars ekan. Ikkinchi bo'limimizda aritmologiyaning birinchi qismini o'tamiz. Ya'ni birinchi o'rinda umumiy aritmologik mavzular haqida gaplashamiz. Aritmologiyani kelib chiqishi, sabablari, mexanizmlari haqida, aritmiyalar klassifikatsiyasi va bradioaritmiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Bradioaritmiyalarning klinikasi, diagnostikasi, ya'ni diagnostikada qo'llaniladigan EKG, Holter tekshiruvi, bundan tashqari elektrofiziologik tekshiruv, stress testlar va laboratoriya tekshiruvlar haqida gaplashamiz. Davolash usullaridan esa elektrokardiostimulyatorlar haqida gaplashib o'tamiz. Undan keyin bradioaritmiyalarning turlaridan boshlaymiz. Sinusli bradikardiya, sinusli aritmiya, sinarterial blokada, taxibradiy sindromlar va hokazo. Sinus tugunining holsizlik sindromi. Undan keyin AV blokadalar haqida gaplashamiz va mana bu mavzulardan so'ng biz birinchi EKG imtihonimizni o'tkazamiz. Sababi EKG imtihon yuqoridagi o'rgangan EKG belgilarini bir-biridan farqlash uchun juda ham zarur. 3-bo'limimizda gis blokadalarni davom ettiramiz va gis blokadalaridan so'ng VPV sindromi va boshqa o'tkazuv yo'llari sindromlari haqida ham gaplashib o'tamiz. Undan so'ng ikkinchi EKG imtihonimizni o'tkazamiz va bu ikkinchi EKG imtihonimiz mana bu gis blokadalaridan tashqari AV blokadalar, sinus tugun disfunksiyasi bilan bog'liq aritmiyalarni o'zaro qamrab olgan holatdagi imtihon bo'ladi. Undan keyin supraventrikulyar aritmiyalarga o'tamiz. Bo'lmajalar taxiaritmiyalari dastlab. Bular
sinusli taxikardiya, sinusli rentgeniy taxikardiya, bo'lmachalar taxikardiyalari, fibrilyatsiya, triptaniyalar. Keyin esa avid taxiaritmiyalarga o'tamiz. Avid rentgeniy taxikardiyasi, tugun rentgeniy taxikardiyasi, qorinchalar taxikardiyalari, qorinchalar fibrilyatsiyasi, titrash kabilarga o'tamiz. Undan keyin esa 3-2 imtihonimizni o'tkazamiz. Xo'p, 4-qismimiz esa turli xil yurak kasalliklaridagi ikkiga o'zgarishlarga bag'ishlangan. Bulardan eng muhimlari gipertrofiyalar, yurak ishemik kasalliklaridagi ikkiga o'zgarishlar, miokard infarktidagi ikkiga o'zgarishlar, o'tkir koronar sindrom va unda birinchi yordam. Va bu yerda 4-ikkiga imtihonimizni olamiz. Undan so'ng esa Burgada sindromi, Vellen sindromi, uzaytirilgan qo'ltiq sindromi hamda ionlar almashinuvining buzilishiga bog'liq bo'lgan patologiyalarni gaplashib chiqamiz. Shunday qilib, aritmologiyani mavzular bo'limi bilan gaplashib chiqdik. Hozircha shular edi. Cardioscience jamoasi bilan birgalikda kardiologiya mohiyatini anglab yetmoqchi bo'lsangiz, aynan bizning yangi fundamental aritmologiya va EKG deb nomlanadigan kursimizga qo'shilishingiz mumkin. Bog'lanish uchun esa Telegramdagi Cardioscience admin akkauntiga yoki mana bu yerda berilgan nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda hozircha shular edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.